ketadi. 15 daqiqa urushdingiz. O ana bo'lmasa. Voy. Biz qolsak bo'ldi, mana bu yerda sekinroq tushdi. Jangchiga bunday jangchiga menimcha harakat qilish yaxshi emas. Davlat xodimlari biroz yumshoqroq harakat qilishlarini so'rab qolgan bo'lardik albatta. Sulton Ro'ziboyev ham janjallashib ketyapti mana bu yerda. Umuman o'zi holat nima bo'ldi? Demak, sharhlashga odam men ko'raymi yo sharhlaymi deb turibman to'g'risi.